Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. 25-aprel uchun ob-havo prognozi bilan tanishing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 25-aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 28-30 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 26-31 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi deyiladi xabarda.